Hayırlı şembiler olsun bütün dünyadaki barlık vatan sevgen qarindoshlar. Şembe günüň hayırlı olsun. Men Erkin Rozdan sizlarga şembe günlük salamlar yollayman. Bugün sizlarning azroq vaqtinglarni olaman qarindoshlar. Vaqtinglarni elishdik sebep endi rostdan degan vaqtingizda mening ichim kushib qilib emas. İçim kushib qilib yoki bu media so'zlashga men bir xushtar yoki oshiq qilibmi emas. Şu vatandaş dostlarımızga bir azroq jamiyatda bo'layotgan ishlar bir foydali bo'lib qolarmiki degandan boshqa hech qanday bir maqsad yo'q. Men ilgirki media suhbatlarimda degan, mushu mediaga chiqib so'zlashga eng ashaddiy o'ch adam men deb. Chunki nimishqa degan vaqtda bir insonga xato so'zlab, uning xato informatsion uchurini berib, bir insonni xato yo'lga boshlashning o'zi bir og'ir bir gunoh ish bu. Endi zaten bu şu mediachilik qilayotgan ishlar bu foydali tarafga mangan bo'lsa yaxshi, bo'lmasa foydasiz tarafga mangan vaqtida insonlarning bu mengisini juydigan narsa. Buning ham yaxshi tarafga ishlatgan bo'ldi, ham yomon tarafga ishlatgan bo'ldi bugungi kunning o'zida. Har turli tuhmat, badnomdan boshqa. Bugun meniki sizlarga yetkazgan azroq uchurim qarindoshlar. Nima deyli? Kelgusida dunyoda bo'lgan urushninki o'rni deb turib ataymizmi? Veya ki Xitoy hükümeti Putin hakimiyetini qapqonga tushudimi deb tema qo'ysak ham bo'ladi buningga. Ikkisi asosan mazmun jihatdan yiqilishidir. Men bu temaga kirishdan avval qarindoshlar bugungi dunyoda bo'layotgan ishlarga kelsak, xabarlarda bor butun insoniyatning hammasining diqqat markazi mushu Rossiyaninki ishlariga, Ukraina ishlariga qaratilib, bizning masalamiz kelgan vaqtimizda men bir alaytan bir uchurni bilmayapman rostdan degan chaqda. Muşaqda mening nayt qattiq beshim qatıyotdi ham do'stlarimiz bilan billa qanday qilib biz mushu Ukraina masalasidan mushu dunyoning diqqatini o'zimizning yangi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasiga aylantiramiz, qaratamiz degan nuqta hammamizning zada bir besh qatıyotgan masala bo'lyapti qarindoshlar. Endi bu sapmunayt yaxshi rivojlanib kelyapti bizning Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi. Nereden chiqdi bu yerda Ukraina ishi chiqish bilan bu bizning Uyg'ur masalasi, ya'ni Xitoyga to'rt ko'zlan qarilib turayotgan bir kameraning ko'zi, bir ko'zi hozir qo'qsiz kamera bir ko'zlik bo'ldi-ku, bir ko'zi Xitoyga qarilib turayotgan bo'lsa, endi bu yoqda turib, o'tirib Ukrainaga o'tib ketganlik ish hammamizning zaten ko'nglimizni yerim qilyapti. Shuning uchun butun dunyodagi vatan sevgan qarindoshlarimizdan talabim, o'tindig'inim yana hammamiz diqqatimizni, zehnimizni, aqlimizni mumkin qadar o'tirib, mushu Uyg'ur irqiy qirg'inchilik davosiga va Uyg'urning mustaqil davlat qurishiga markazlashtirish uchun bir kuch sarf qilib beqishinglarni umid qilaman qarindoshlar. Bunda deginim vatan sevgan qarindoshlarga, millat sevgan qarindoshlarga qirilayotgan, tugayotgan bugungi kunning o'zida biz Ukraina masalasidagi jonliq ahvollarni mediada o'tirib ko'rayotgan vaqtimizda yana bizning vatanda Uyg'urlar yana qirilayotdi, tugayotdi. Bizning bolalarimiz Xitoylar tomonidan yeyilyotdi. Onalarimiz xo'rliqqa, zulmga uchrayotdi qolganda demasak, shuning uchun biz kuchimizning yetishicha ashnoqda qarasak, bu faqat deydiğim tashqi dunyodagi vatan sevgan insonlarga deydiğim, millat sevgan insonlarga, mening millatim, mening Uyg'urimni sevadigan insonlarga qaratayotganim. Boshqa insonlarga zaten mening deydigan gapim yo'q. Qolganlar bo'lsa bir jonivorlar. Ular bir hayvonlar rostdan degan vaqtimizda. Bir kunning o'zini qanday qishlar xotirjam, xo'shal o'tkazsa, o sizlarning xo'shalligi endi. Ammo mening bugun deydigan o'tinishim, tavsiyarim shu. Tashqi dunyoga o'zinglar bilasizlar. Xitoy hukumati insonlarni shundaqmi o'tirib, tanlab o'tirib, saqchilarning bolallarini, amaldorlarning bolallarini tashqi dunyoga, kompartiyaga hech qanday bir ziyon uchirmagan, Xitoy hukumati tomonidan ziyon uchirmagan kompartiyaning oilalarining bolallarini, boylarning bolallarini zaten chiqib tashqi dunyoga tashlab o'tganki, sizlar bizga o'xshash oddiy fuqaro, ovam fuqaroning bolalari nihoyat oz ekan bu tashqi dunyoda. Shundaq bo'lgandan keyin bir yerda bir voqea ayni vaqtda irqiy qirg'inchilikqa nihoyat kagil unmagan tashqi dunyodagi bu insonlarni qo'rqitib o'tsan, irqiy qirg'inchilik desak ham azroq bir Uyg'ur degan vaqtning o'zida bu tashqi dunyoga hech qaysi demaydi. Ermenilarga o'tirib 100 yil o'tirib irqiy qirg'inchilik demagan Amerika o'tirib ham Uyg'urga irqiy qirg'inchilik debdimi? Zaten Amerika bilan Xitoyning yillik tijorat kirimi 500 milliard bo'lsa,
Amerika bilan Xitoy xotun tursa deb o'tirib ayni vaqtida shundoq bo'lib ketgan bu ishlar. Lekin biz haqliq da'voda, to'g'ri da'voda vatanda bo'layotgan ish haqiqatan irqiy qirg'inchilik bo'lgandan keyin adolatni, madaniyatni, dunyoni, insonlikni bildigan insonlarga biz haqiqiy dardimizni degan vaqtimizda buni qabul qildi, e'tirof qildi, davomlashtirdi. Hatto vaqt kelib qolgan chog'da da'voni bizning qo'limizdan elib olib, o'zlari o'z oldi qilyotdi desak xato bo'lmaydi. Ama shunday vaqtimizda Ukrainada bunday vaziyat, reallik vaziyat chiqqandan keyin nihoyat tezli o'tirib bu vatan millatini so'ymagan insonlarning qolsa darrov o'tirib mana bu yaxshi tema chiqdi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik davosiga o'tirib amalsiz kirib qolgan to'q zaten. Demsak bo'lmaydigan bir ahvollar bo'lib qolganda har tarafdan ayblashlar, butun dunyoning ko'tarishlar shunday bo'layotdi. Endi o'tirib bu yerda mana fursat keldi. Ukrainaning ish chiqdi. Chiqqandan keyin darrov o'tirib Ukraina bo'lib ketdi. Bu ish rostini degan chaqda bizga ziyonli qarindoshlar. Ukrainaning ishini chiqishi bizga nisbatan aytgan vaqtimizda, hozirgi vaqtimizda, masalan, Uyg'urlar butun diqqatimizni Ukraina qaratib olishimizni men bizga ziyonli deb turib o'ylayman. Endi yana birisi qarindoshlar, men o'tgan suhbatimning o'zida degan, yana takrorlab o'tay. Uningki ba'zi alomatlarini degan, to'liq ayrilib bo'lolmadi hozirgi vaqtida. Shunday vaqtimizda men vatan sevgan qarindoshlar degan, mushu Ukraina masalasida Uyg'urlar bir taraf turib tursanglar degan tashabbusni o'tirib qo'ygan. Shu vaqtimizda men degan, masalan bu Türkiye mesela bu işler oralashib qilib qolgan vaqtimizda yana yaxshi bo'lmaydi. O vaqtimizda Uyg'urlar o'tirib yana bu yerda Rossiya tarafidan bir irqiy nima terrorchi qatoriga kirib qolish mumkin. Shuning uchun jiroq turinglar degan. Bugun men Turkiyada xabarlarda chiqqan xabarlarmi? Turklarning o'zidan chiqqan xabarlarda qarindoshlar. Chiqayotgan xabarlarimizda Putin yana ogohlantirish beryapti. Buniki ishonmasanglar o'tirib turishchi bir ko'rpa qilinglar. Qo'lim kuyib qolgan bu ya o'tirib tuyuqsizmi ya etishyotdi. Men ochig'imda so'zlab ketsam yana o'tirib erkin bu ne bo'lib qolgan deb o'ylab qolmanglar, men qo'limni tuyuqsiz o'tirib ko'ydirib oldim. Men kofe demlayman deb. Shuning bilan qo'limga qiziq choy to'kilib ketib, biroz etishgandan keyin buni bilan etish turib so'zlayapman. So'zlashga tayyorlik qo'yibman, shu sababdan bunun bilan hech vaqasi yo'q. Endi Turkiyaning o'zining medialarida chiqyapti, masalan, Putin hokimiyati Turkiyadan norozi bo'lyapti. Hozirning o'zida deb chiqib bo'ldi. Biz necha kun avval degan, o'sha Idlib rayonidan, Suriya rayonidan u Ukrainaga to'xtamasdan terrorchilar kelyapti degan gaplarni turklarning mediasida turklar o'zi deyapti qarindoshlar. Ko'rdinglarmi? Shuning uchun biz bu yo'lga kelgan vaqtimizda qadamni nihoyat yaxshi bosmasak bo'lmaydi, qarindoshlarim. Vatan sevgan qarindoshlarga deydiganim, Ukraina masalasi kelgan vaqtida qurolli qarlishish, falan pukun degan ishlardan mumkin qadar o'tirib yiroq turishinglarni umid qilaman qarindoshlar. Men shu vaqtda bu millatimizga ziyonliq. Biz 1945'te Ruslarga o'tirib ishonmay, Rusga o'tirib aldandik, aqildik, maqildik deb turib dunyo bu tariximizni har turli yozdi. Ama men o tarixlarning hammasini ujur-bujur bilib ketmayman. Ama o vaqtdagi bizning siyosatchilarimiz men cho'qachaqda siyosatni xato o'ynagan deb o'ylayman. Shu sababdan ichki jumhuriyatmi ashunda halok bo'ldi desak bo'ldi. Bugun kunga vaqtimizda men dedim, Ukraina urushida Rossiya g'alaba qildi. G'alaba qilgan vaqtimizda biz Ruslarni dushman tutmay turaylik. Betaraf turaylik, buning uchun bir taraf turib turaylik. Men oxirigacha demedim yana. O'tganki so'zimning o'zida mush sap to'liq ayrılg'icha biz bir taraf turib turaylik degan. Bu degan so'zimiz asosan jihatdan to'g'ri chiqyapti desak bo'ldi. Putin hokimiyati Turkiyadan ranjiyotdi. Bu yerga nurg'ulg'an terroristlar keldi deb. O'ylab qo'yinglar qarindoshlar, o jang degan narsamiz pul orqali bo'ldi, pul. Mesela Ukrainaga dunyoning har yerlaridan masalan pulliq askarlar kelayotgan burundan tortib masalan Viyana xabarlaridan ko'rsatgan. Viyanın xabarlardan ko'rsatgan dunyoning masalan Rusning dushmanlari bo'lgan, Rusni yaxshi ko'rmaydigan Litva, Latviya, Estoniya bo'lsin, va yoki Ozarbayjon bo'lsin, va yoki har turli keladi dunyoning har yerlaridan Rusni zaten o'tirib yiqitimiz, Rusga dushman ko'zi bilan qaraydigan irqchi kuchlar bor endi, millatchi kuchlar deylik. Ular o'tirib kelib u yerda tarbiya elinib, hatto Yugoslaviya urushiga qatnashgan ayni vaqtdagi bir turkum insonlarning Ukrainaga to'plangan aniq qarindoshlar. Bu yerda o'tirib Putin efendim ular bilan qaqshashdan boshqa yana bu Turkiya hukumatiga Idlib rayonidan terroristlar kelyapti ammo degan gaplar bilan ular noroziligini bildiryapti. Demak, biz bu jihatda aytgan chog'da bir Turkiyani o'tirib bizning ichimizda qattiq ranjishlar ochiqlanib keldi nurg'un odamlar. Ko'kning davosini qildigan bir chiq insonlar bor-ku, odamni zeriktirdigan. Mening andish qildiganim shu.
Aşı pürüknün işi pürük degan ma kayınlar tushundingmi? Shuni o'tirib da'vo qilgan insonlar yana o'tirib aşağı chetib qo'ysa Turkiyaning manfaati bilan birlashtirib o'tirib Uyg'urlar o'tirib bu yerda Putinning oldida o'tirib Rossiyaning oldida yana terrorist ularning manfaatiga tegadigan bunda bir o'ringa chiqib qolgan vaqtimizda bizning endish qildig'im kelgusida bizning bu mustaqil Uyg'ur davlat qurishimizga kelgan chog'da Rossiya hal qilg'uchi rol o'ynaydi. Buni har qanday siyosatchilardan so'rang, hammasi qo'shildi. Hal qilg'uchi rol o'ynaydi. Bizning zoti taqdirimiz mushu Rossiyaniki yomon jiqiriga chetlib qolgan. Shuning uchun meni endish qildig'im qarindoshlar Ukraina xalqining do'stining qanchalik ko'p ekanligini biz ko'rdik. Shuning uchun Ukraina masalasi kelgan vaqtida yana so'zimni boshlashdan avval men yiroq turishimni umid qilaman qarindoshlar. Xo'sh, unda qo'ygan bo'lsa, men kelgusida bo'ladigan jangning o'rnida o'tirib boshlasam, yana o'tirib nurg'a odamlar meni o'tirib hozir Facebook'im o'tirib tullashga boshlandi. Anglayotganlar har turli odamlar qarab o'tirdi. Mana bu erkin degan kofir mana. Doim o'tirib birdashni meki demay, o'tirib kesib deydi. Kesib deydigan oldini bildigan ishlarning hammasini buni Alloh bildi, Allohdan boshqa, Xudodan boshqa hech qanday odam bilmaydi o'tirib. Meni tillamag'an odam noyat oz qolgan endi. Bizning qilayotgan ishimiz qaysi degan vaqtimizda 70-80 yildan birisi bo'lgan hamma narsa meki bilan. Qarindoshlar, qalbingizda sizning bir narsadan Allohdan buyuk bir niyat bilan tilasangiz, bu o'zingizdagi energiyangiz bilan, haqiqiy saf niyatingiz bilan bir narsani tilasangiz, aqlingizga mujassamlashadi. U narsa tabiiy reallikka aylanadi, qarindoshlar. Ammo uni meki bilan desangiz, o reallik aylanmaydi. Men ayni vaqtimizda vatanda o'tirib diniy ustozligimni shunday desagan, O'rta Osiyoda va meniki mushu faniy tarafda yetligan insonlarni har qanday narsani vujudidan tilisa u materiallashadi deydi. Shuning uchun men nurg'un narsalarni sal kesib deydigan bo'lib qopdimi? Shuning uchun sizlar kofir ketisizlar, omad deb tilaydigan insonlar bo'lsanglar, bugun o'tirib ranjimay o'tirib meki deb turib so'zlab bersam, uni qilib mening vijdonim chidmaydi. Chunki bu dunyoda yomoni ko'p aqlli insonlar bor. Chunki 7,5 milliard inson bor endi. Bu aqlning ustun turdi degan bilan bular o'tirib nurg'un narsani muloyiz qilib oldimizga tashlab, hatto dunyoning kelgusi haqida 50-60 yil kitob yozib bo'ladigan ishlarni kitob yozib oldiga tashlab qo'ygan odamlarning kitoblarini o'qiyotimiz. Buni bir-birlab reallik aylangan joylarini ko'rgashga biz o'tirib ba'zi narsalarni kestirdik. Mesela aynı vaqtida Qozog'iston parchalanadi degan vaqtimizda biz eskartish bergan. Siz bugungi Putin hokimiyatiga chiqchaq qilmang, qozoq qarindoshlarimiz. Putin ham aşağıya kirishi mumkin degan vaqtimizda nima bo'lgan? Shu vaqtimizda o'tirib sen saramsan degan. Tilamagan qozoqlar qolmagan, Uyg'urlarmi bor, hatto turklar shunday qilgan. Kimkan u? Mana bu yerdan Erdo'g'andek o'tirib danglik bir generalimiz bor. Putin ham musulmonlarni harakatlantiradigan Qozog'iston kiralamtimi Putin degan kirdimi? Kirdi endi. Bugün oturmuşu Ukrayna meselesi çıkıştan avval Rusya hakimiyeti chegaraga oturup 150 ming, 170 ming aytavur qo'shinni akib qo'ygan chog'da yana dunyoda qanday muloyizlar bo'lgan? Hech qachon oturup Putin hakimiyeti Ukraynaga kirmaydi. Bu yerda oturup bundaq bir cho'ng bir janglar chiqdi. Cho'ng bir janglarni Putin kirmaydi bu yoqqa. Bundaq janglar bo'lmaydi degan. Buni alomatlari ko'ringandan keyin o'tirib, yo'q, nima bo'lganda? Putin hokimiyati Donbass rayonida to'xtab qoldi. Lugansk va Donetsk bu ikki rayonni o'zida to'xtab qoldi. Butun Ukrainani egallamaydi. Degan. O'nin bo'ldi. Bugungi kunimizda Peter Zayhanga o'xshash insonlarning hammasining so'zlarini biz burundan anglab kelgan. Men oldin qatimliq so'zimdim dedim. Putin hokimiyati Ukrainani to'liq ishg'ol qilib o'tirib, Qor dengiziga tushdi degan gaplarni degan. Bugun dunyodagi danglik siyosiylar, masalan Peter Zayhanga o'xshash insonlar Ukrainani to'liq oldi, olgandan endi o'tirib, masalan Moldoviya qatorga ketdi, Qor dengizining atrofiga ketdi deb shunday deydi. Chunki Putin apandining aslidagi niyat planlari biz mulay chiqayotgan muloyizimizda, masalan Aliyev hokimiyati Putinga bosh qo'ymagan vaqtimizda yasaydigan yeri oldi. Ama ular bosh qo'yib bo'lgandan keyin Qozog'iston ular o'tirib Pakistanlar bosh qo'yib bo'lgandan keyin endi o'tirib dunyodagi bu chiqayotgan muloyizlarning hammasida bu Ukrainadan o'tib, shu Ukrainadan o'tib, masalan Qrim, u hammasi zaten o ep bo'lgan. Endi nimaning ichida Moldoviya, Litva, Latviya, Estoniyaga tushib ketish mumkin, Qor dengiziga tushdi deb turib shunda tahlil chiqadi. Ularning burundan degan narsalarning hammasi to'g'ri qarindoshlar.
Balkim ular Xudoga ishonamdi bilmayman, ammo men ularning muloyizalarining hammasini anglab kelayotgandan keyin mushuni asosan men nurg'un narsalarni millatim o'tirib qo'ygan. Bugun xo'sh anda bo'lsa temimizga kelsak, ba'ziyadan niki deb qo'y, ba'zida buldi deb qo'y, anda qo'ygan bo'lsa, septimizni boshlab ketsak, kelgusida bo'ladigan jangning o'rni. Bundan avval buni mayizgacha tem qo'ysakmi, bu yerda masalaga bir narsani anlatib o'tay. Yoki o'tirib temini munda qo'yaylik. Masalan, Xitoy hokimiyati Putin apandimni qiltaq tushidimi? Masalan, Ukraina jangiga akirish uchun qiltaq tushidimi degan temini chiqdi endi. Buni sal ashunda qarab bir muloyiza qilsak. Bundan avval shu dunyodagi davlat Xitoyninki ichki ishlarini to'liq tadqiq qilib, maxsus Xitoyning haqida o'tirib butun narsalarni zirdan zivargacha tadqiq qilayotgan mediada anlatayotgan bir yer bor. Masalan, China Uncensored degan. Shuni o'tirib men qo'yib berman. Buni da o'zi deydi bu yerda Xitoy hokimiyati Rossiyani Shimoliy Koreyaga aylantirishni plan qilgan deb o'tirib muloyiza qildi. Bunda azroq yerini qo'yib bermay, qo'yib bergandan keyin o'tirib qolgan o'zimizning muloyizalarini boshlab ketsak. Bo'lamda qarindoshlar? Been told to fend for themselves. The embassy said they couldn't help. If you can flee yourself, just flee yourself. The Chinese ambassador in Ukraine even had to post a video online to prove he had not fled the country. Then, a Chinese national was shot trying to leave Ukraine. The good news is that person survived. But if Chinese people in Ukraine are pretty worried right now, don't be. Because the Chinese Communist Party is doing great at evacuating people, according to the Communist Party. And you know whose fault it is that Ukrainians are mad at China? America! It's all because CNN and the New York Times are just exaggerating by saying that Chinese internet comments are cheering Russia's invasion. I'm sure it has nothing to do with the fact that Chinese officials refuse to call it an invasion. Which brings me to what I think is the Chinese Communist Party's master strategy. Turn Russia into North Korea. I'll explain after this final commercial break. Welcome back. Oldinda qardoshlar, buni ham yerini anglashning hojati yo'q. Bizga muhim bo'lgan narsa nima degan chaqda buningda davatida ana Xitoyning maqsadi, Xitoyning muloyiza, Xitoyning maqsadi Rossiyani Shimoliy Koreyaga aylantirishni maqsad qilyapti degan to'g'rida muloyiza qildi. Buni o'zinglar kirib ko'rib baqinglar, Christian Jaffel China Uncensored degan programmasiga kirib ko'rsanglar, nihoyat yaxshi programma chiqdi. Bundan avval qarindoshlar men sizlarga deb qo'ydim. Men Turkiya to'g'riliq shikoyat qilmoqchi emasman. To'plarning hammasi kirsanglar, asosliq turkcha. Men bu temada ayrim to'g'riliq bir narsa so'zlayman. Butun xalqning kallasini shu turkcha juvatidir. Yolg'on gaplar. Uning uchun rostni vaqa insonlar bor. Night az. Qolgan shu 1-2% to'g'ri so'zlaydi u yerdan chiqqan narsalarning qolganlarning hammasi %98% hammasi yolg'on. Bu hammasi yolg'on degan gaplarni vaqt kelib qolsa shu dunyoni yaxshi biladigan bir ozroqli odam bor u yerda. Shu odamlarning deb xalqiga jaqalayotgan so'zlarini men vaqt kelib qolsa deb beraman. Qolgan qo'g'ri gaplarga ishonmanglar. Bir sir yolg'on rost so'zlamaydi o'tirib turklarning o'zining degan gibi. Masalan, Ertan o'ziga yetib o'xshash. Ismini nima deb beray? Programmalarga kirib qarasanglar, Ertan o'ziga yetganda shu nemis deydi. Butunlay media o'tirib, shu Turkiyadagi medialar o'zining xalqini aldayotdi degan gapirib, endi bundaq madaniyatli insonlar undaq qo'pol gaplarni demaydi-ku. Boshqa chiqayotgan taqatqu so'zlarga ishonmanglar degan gaplarni deydi endi qarindoshlar. Endi xulos bunaqa kelsak qarindoshlar, Christian Jappel deydi, Xitoy hokimiyatining tükki maqsadi, Xitoyning maqsadi bo'lsa, Rossiyani Shimoliy Koreyaga aylantirish to'g'risida. Shimoliy Koreyani o'zinglar bilasizlar. Shimoliy Koreya qanday? Dunyodan butunlay izlashim bo'lgan. Dunyodan ayrilib qolgan. Atom quroli bor. Qo'shnidagi Yaponiya ularga o'tirib ta'til soldigan. Xitoyning dunyodagi birdan-bir do'sti. Xitoy shuni plan qilyapti deganda deb shunday deydi. Bu yerda qisqacha o'tirib buni deyotgan narsani tushuntirib qo'yay endi. Bu degan vaqtimizda masalan xabaringlarda bor. Putin hokimiyati shu yerga jang qilgan vaqtimizda masalan Amerika hukumati ogohlandi. Nimeniki maqsadi, Rossiyaning maqsadi shu Xitoyning olimpikdan keyin tajovuz qilish Ukrainaga dedi. Hech kim ishonmadi ash gaplarga. Masalan, Manchinchkini kuni tajovuz qildi, Ukrainaga 16-chislov kuni ko'rdi, 1-oyning 16-si dedi. Aş vaqtimiz ishonmagan. Demak, u yerda Putin apandan badi berib ularni so'kdimi yaxshi bo'lmadi. Ammo bu yerda mablag'larni ta'minlaganligi
bir nechta turli kelishimlarni hosil qilgan rost. Ham bu yerda deydi bu kishi o'tirib, anda bo'lgan bo'lsa 2008-yilmi? 2008-yilmi Xitoyda olimpik o'tkazgan deb shunday deydi. Olimpik o'tkazgan vaqtning o'zidami, shu vaqtning o'zidami Putin hokimiyati, ayni chog'dagi Putin yana Gruziyaniki, Abxaziya bilan Shimol Osetiya rayonini olganda shunday. U vaqtimizda Xitoy hech qanday ta'sir ko'rsatmagan deb shunday deydi. Anda bo'lgan bo'lsa, bugun 2022 kelgan vaqtimizda Xitoyning o'sha olimpik kelgan vaqtimizda nima deb o'tirib bu yerga Putin anda bo'lgan bo'lsa, badi deb o'tirib, bularni o'tirisda anda bo'lsa Xitoy hukumatı buni bir qo'llaganmi degan narsani muzokara qilyapti. Chunki nimishqa degan vaqtimizda bu jang ulg'ayib, endi bir cho'ng bir xalqaro urush tutishib ketgan vaqtimizda buning nima sababdan bo'lgan sababini izlash uchun chiqayotgan gap bu yerda. Kim kimning o'yiniga tushib ketdi deb o'tirib, hozir dunyoda bunday mulohazalar boshlandi. Bu yerda chunki masalan bir atom urushiga aylanib ketsa yoki cho'ng bir rayon xarakterli urushiga aylanib ketsa va yoki Rossiya bilan NATOning urushiga aylanib ketsa, bu vaqtimizda buni sababini izlaydigan bir sabab bo'lish kerak-da. Ham dunyo bunda izlayotdi. Shuning bu yerda chiqayotgan bugun yo'ritib beradigan nuqtamiz shu. Shunda deydi, kechiring Putin efendim bir sekund suv ichishga. Putin efendim anda bo'lgan bo'lsa Xitoyga berib, Xitoyga borgan vaqtimizda Xitoy anda bo'lsa tajovuz qilishga ruxsat berganmi, pul bilan ta'minlaganmi deb shunday dedi. Yana undan boshqa buni o'tirib, anda bo'lgan bo'lsa Xitoy haqiqatan buniga qo'shilgan bo'lsa, jang ochgan degan bo'lsa, anda bo'lgan bo'lsa, masalan Ukrainadan Amerika, Angliya qator davlatlarning elchixonalari chiqib ketdi. Nima uchun o'tirib Xitoyning elchixonasi chiqib ketmadi? Bu yerda o'quvchilar balani bugun qapsilib qoldi deb shunday dedi. Devam o'tirib, eng oxirida bu ajda har turli mulohazalarni qildi. Lekin mulohazaninki qilayotgan mulohazaning boshlanishi men to'g'ri deb o'ylayman. Shuning uchun ko'pchilik sundim. Demak, bu yerda deyotgan so'zning o'zida Xitoy hukumatı ashunday mulohazalarni qildi. Endi bu yerning hammasini yeyishib o'tirib Kristian Japanning ichiga kirib ketmaydi. Bu reallikni qolgan realliklar ko'rdi, qolganlari asta-asta ichildi mencha. Bu to'g'ri mulohazalar qo'zg'aldi, ichildi. Menimcha bo'lgan vaqtimizda qanday degan vaqtimizda menimcha bo'lgan vaqtimizda mening tushuncham bu. Mening tushuncham Putin hokimiyati dunyodagi Putin eng hiylagar siyosatchi, eng aqlli siyosatchi. Menimcha ya o'tirib Xitoyni uni o'tirib ilg'an, bu qatimga jang o'tirib, shun bu jang boshlashdan avval u yerga berib, u yerdagi suhbatlarim yaxshi bo'lmagan. Xitoy hokimiyati o'zining jang boshlash haqidagi so'zlarini degan, Xitoy hukumatimi anda bo'lsa jang boshlagan masalani kaynida badab degan gaplarni degan bo'lar. degan. Anda bo'lsa, bu yerga o'tirib Putin hukumati rasmiy o'tirib jang boshlagan vaqtda Xitoy o'tirib tiklatdi. Masalan, BDTning o'zida veto qilib boshqa yerda turib oldi. Oshkora qo'llaydigan yerdan, masalan, ya eriq tajovuzchilik demidi, o'tirib bu yerda bir qo'li o'tirib Ukrainada bor, bir qo'li o'tirib bu Rossiyada bor. Bu bunda bo'lib qoldi. Bu mulohazalarning uchi chiqyapti. Putin hokimiyati o'tirib jang qilaman degan vaqtda Xitoy hukumati unda bo'lgan bo'lsa jangni osh degan Putin hokimiyati darrov jang ochgan vaqtimizda bu Xitoy o'zlari cho'chib ketgan deyapti. Hozir dunyo chiqayotgan mulohazalarda. Chunki Xitoylar o'tirib bu oshmaydi jangni. Putin bunda qilgan bilan bunda bir cho'ng bir Ukraina oldigan bu cho'ng bir rayon xarakterli janglar aylanib ketish ehtimoli bo'lgan bu jangni oshmaydi deb qargan. Shuning uchun u yerdagi elchixonalar, o'quvchilar qatorini qaytirib ketmagan deb shunday. Ya'ni ba'zi mo'ljalliklar shunday deydi. Xitoy o'zining xalqini o'tirib qurbon qilgan u yerda o'quvchilarni, uni bu degan deyapti. Mening tushuncham bo'yicha bo'lgan vaqtimizda men mush nuqtaga qo'shilaman. Putin efendimning asl niyatida jang qilish o'zining plandagi masala. Xitoyga o'tirib, anda bo'lgan bo'lsa, bunga Xitoyning bu ishga so'rab akirish uchun shu suhbatlar yaxshi bo'lmasa-mu, hatto o'tirib dunyoda oshkorlanadi, mediada Xitoy hukumati sal o'ng'aysizlanib qoldi. Putin u yerga bordi, berib kelib o'tirib bu jangni boshladi. Boshlagandan keyin bu yerda o'tirib Xitoy hukumati anda bo'lgan bo'lsa, dunyoda men boshlatishga men sababchi bo'lib qoldimmi, deb turib, sababchi bo'lib qoldi degan nuqta kelib chiqyapti endi. Xitoy hukumati asli buni deyotganda o'zi bir plan qilganda shunday dedi. Masalan, dunyo o'tirib shunday bir izolation qilsa, Rossiyani cho'ng bir janglar bo'lmasa, Rossiya o'tirib shu yerning o'zida qapsilib qilib qolsa, Shimoliy Koreyaga o'xshash bo'lsa, Shimoliy Koreyami o'tirib mening eng yaqin do'stim bo'lgan, men Shimoliy Koreyani men boshqaryapman. Endi Rossiyami xuddi Shimoliy Koreyaga o'xshash dunyodan butunlay izolation bo'lib, dunyodan ayrilib bir iqtisodiyot jazo embargolarning hammasiga yo'l qo'yib zaten o'tirib buni birdan-bir qutqazishsi men bo'lasam deganni arzu qilgan deydi, tush qilgan deb shunday deydi. To'g'ri, men buni qo'shilaman. Xitoy albatta bunday tushlarni qildi. Ammo bu yerda
Putinning o'tirib o'zgacha bir plan bo'lgandan keyin bu yerda mening tushuncham bo'lgan chog'da Putin o'tirib bu yerga kirib. Ikkinchi alternativ qaysi desa, Xitoy hukumatlar ma'lum gaplarni deyishgan. Anda bo'lgan bo'lsa, men Ukrainaga kirman, anda o'z darrov o'tirib turib sen Tayvanga kirsan deyishgan bo'lish mumkin. Xitoy o'tirib ha deb Rossiyani buni yana jang qilmaydi. Chunki Xitoyning Tayvanga kirishga hozirgi vaqtimizda ehtimolligi yo'q. Uning jur'ati yo'q. Biz ilk suhbatlardagi masalan NATOga, Amerikaga qarshi turgan bu yerda bir kuch yo'q. Mening tushunchamcha hozir chiqayotgan muloyizlar bunchalik kuch yo'q. Shu sababdan bu yerda o'tirib bir yo'lga va'dalar bilan o'zaro bir-biriga ishonishmay o'tirib, ishonishmagan ahvolda har kim o'zining planlari bo'yicha bu yerda o'tirib shunday bir so'z berib kelib, ozroq pulni o'tirib Putinga tashlab berib, ham oxirida Putin bu Ukrainaga kirgandan keyin Xitoy hukumatı o'sal ahvolga tushib qoldi deb shunday deydi bugun kelgan chaqda. Hozir chiqayotgan muloyizlar endi Xitoy o'sal ahvolga tushib qolyapti deb shunday deydi. Qarindoshlar. Nima uchun o'sal ahvolga tushib qoldi degan tahlil qilsak, biz o'tgangi suhbatlarimizda degan navoda Ukrainaga kirgan vaqtimizda bu yerda Ukrainaning biz qanday ekanligini dedi, Ukrainada jang bo'lamdi, bo'lmamdi degancha muloyiza qanchaq dedik. Yana deb aytaylik, Ukrainaning dunyodagi cho'ng bir ochliq bazasi ekanligini, u yerdagi motor qirg'ich qurollar dayrini Ukrainadan oldiganligi, hatto Turkiya ham Xitoy ham yerdan oldiganligini deb shunda deb o'tgandik. Ukraina eng cho'ng ochliq bazasi. Xitoy uchun aytgan vaqtimizda bu yerda yomami ko'p ochliqni, ba'zilar deydi 50% yaqin ochliqni Ukrainadan oladi deydi. Men uning ishonaman. Endi bu yerda nima keldi degan vaqtimizda, mushu Xitoy hukumatı ma'lum sabablar tufaylidan bu yerda Ukraina urushini qo'zg'ashga sabab bo'lib qoldi. Endi Rossiyaga nisbatan bu yerda bir izlashun, embargo keldi ko'rsizlar. Embargo yurgizgan vaqtning o'zida bu yerda Putin Xitoyning qo'lidagi boshqa qo'li bo'lmaydigan bir sistemning o'ziga chiqib ketdi deb shunday dedi. Bu vaqtning o'zida ish qanday bo'ldi deb muloyiza qilyapti. Ko'rsizlar. Masalan, Xitoy Rossiya bo'lsa dunyodagi eng chong neftning bazasi. Men bilmayman ish qil dunyoning u yerdan chiqayotgan, bu yerdan chiqayotgan xabarlarning o'zida 50-60% neftni, 50-60 neft gazning bahamallarini o'tirib Rossiyadan olib deydi. To'g'ri, men buni ishonaman. Neft, gaz. Ochliqning kam degan chaqda kechiringlar 50-60%ni yana bu Xitoy Rossiyadan olib deb shunday deydi. Hem bu Ukraynadan oladi deb shunday deydi. Oldingi suhbatlar degan bu yana shu Xitoyning Ipak yo'lininki bu Sharqiy Yevropadagi qismi, eng muhim qismi bu Ukraina. Hatta Xitoyninki Ukraina ziminni her yili 5% yerini ochliq unbun terish uchun kira qilganligi, o'diga olganligi, ijaraga olganligi bu xabarlar bor. Demak, bu yerda Xitoy hukumatı bo'lmaydi degan janglarni o'tirib Putin efendim qo'zg'ab qo'ygandan keyin bu yerda Xitoyninki nimasiga qattiq bir endişe tushayotganligi aniq endi. aniq. Bu yerdagi xaym xatar bu yerda masalan bo'lgan jangni bir tur degan vaqtimizda ko'rsizlar buning. Masalan, Putin efendim bu o'tirib hozirgi vaqtimizda Petr Zayhan bo'lsin, hammasi deyotdi. Bu Qor dengizga tushgan vaqtimizda Qor dengiz dunyodagi energiya xomashyo hammasiniki yetkazadigan 90%lik yeri Qor dengiz. Qor dengizdan o'tkaydi. Bu yerda Putinga dunyo shunday embargo yurgizdi. Hatto Rossiyaning mushkim embargo yurgizdi desa xato olmaydi. Embargo yurgizdi. Andaqkan Putin Qor dengiziga kirib, o'zining rosligini qilib, Putin bu vaqtimizda boshqaga dominate qilishchi. Dominate etib ketdim, bu yerda o'tirib cho'ngchilik qilishchi. Sen o'tirib dunyo menga o'tirib embargo yurgizding. Andaq bo'lgan bo'lsa, sening o'tirib energiya yo'lini o'tirib, men olaman, ya'ni kesiman deschi. Anda qo'z mening ustimdagi butun embargoni ko'tarib o'tmasam bu yana kesima. Mening qo'limda o'tirib dunyoga ko'zir bo'g'adak, hamyaga bog'adak o'tirib yetarlik dunyoni o'tirib osh qo'ysam qo'ya oladigan mening qo'limda neft va, gaz va, ochliq va. Anda qo'z buni men to'g'ritaman deschi. Senga nisbatan men embargo yurgizman deschi. Buni men emas, Petr Zayhan deyotdi. Dunyodagi donglik siyosatchi Petr Zayhan deyotdi. Buni degan dunyoda Qor dengizga tushib qolgan vaqtimizda bu boshlanish Qor dengizga tushgan vaqtimizda u yani kontrol qilib olsa, dunyoni ma ochliqdan, neftdan, gazdan qisidi deb shunday aytdi. Qarindoshlar. Bu yerda yana chiqayotgan muloyizalar nima degan chaqda Putinning hozir Ukraina jangini siz oxirlashtirish niyati yo'q deb shunday deydi. Oldirmay uzunga so'zdi deb shunday deydi.
o'ziga embargo keldimi, anda dunyoga men jazo qilinish uchun bu jangni o'tirib uzunga so'zaman deydi. Hozir chiqayotgan muloyizalarda o'tirib xuddi Rossiya yiqilib ketadigandek, oldingi suhbatlarda dedik, Rossiya yiqilmaydi dedik. Yiqilib ketadigandek ko'rsatilsa-mu, hozir masalan Nikki Halayga o'xshash Amerikaniki prezident Trumpniki 3-darajalik rahbar bo'lgan BDT'da vakolatchi o'tirgan Nikki Halaylarma bu hozir Putinga yurgizayotgan jazolar qaqinmaydi degan yerga beryapti. Qarindoshlar, bu qaqinmaydi degan yerga beryapti. Demak, bu yerda hozir ko'rdinglar, uzunga so'zilib ketishni Rossiya hokimiyati xohlaydi dedi. Nimishqa? Neftning bahsi, gazning bahsi, ochliqning bahsi qayoqqa bo'lib ketdi bilmayman, ammo neftning gazning bahsi o'rlab bir yerga badi hozir. Dunyoda buning bilan neft, gaz, ochliqni asosliq kontrol qilgan Rossiya mushundaq cho'ngchilik qilgan vaqtda bu narsa ushqandaq o'rlaydi. Shundan dunyoda mush 3 energiyaga krizisi kelib chiqadi deb o'ylayapti, deb shunday muloyizalarni qilyapti. Shuning uchun Putin bu jangni qancha uzun so'z olsa, o'ziga embargo yurgizgan davlatlar bo'lsa, buni qiynashga o'zining indaki keltirishga u foydali ekan. Bu ma'lumot aytgan chog'da to'g'ri, men buni qo'shilaman. Nimishqa? Agar bu neft gazning bahsi ammasini onda bir to'yin bahsi bo'lgan bo'lsa, Putin ziyon tortadi. Anda bo'lgan bo'lsa, hozir bir barrel neftning bahsi 130, hatto 200 ga chiqib ketgan vaqtimizda kim ziyon tortadi bu yerda? Kim ziyon tortadi qarindoshlar? Vaqtimizda Putin ziyon tortamda, Putin ziyon tortmaydi. Chunki qimmat sotadi u narsani. Urushga chiqqan chiqimniki o'tirib, yana yanchiq o'tirib kirim qila oladi u yerdan. Mening tushuncham, qora yo'lda sota oladi har turli. Masalan, Swift'ni chiqarilgan taqdirda o'zida bayaq o'tirib Bitcoin boshqa pullar o'tirib almashtirish mumkin. Va yoki boshqa davlatlarda o'tirib, masalan, Yugoslaviya, Afrika har davlatlarda maxfiy o'tirib neft qachilaydigan yoki boshqalarning qo'li bilan setish mumkin. Qo'lda energiya bo'lgandan sota oladi. Mening tushuncham mana shu. Buning bilan ashundaq shunda bu ish qanchalik uzun so'zliga o'xshadi, bu Putinga foydali deb turib muzokara qilyapti qarindoshlar. Men bu nuqtaga qo'shilaman. Endi bu shunday vaqt kimga eng jiq ziyon bo'ldi degan vaqtimizda, masalan, Turkiyaning matbuotlaridan qarasak, qarag'an vaqtimizda bular o'tirib Turkiyadagi siyosatchilarniki %98%, ma'lum bir siyosiyning degan bo'yicha %98% bular elishib qolgan odamlar, gipibakchiq ishlab ketmaydi degan bo'lsa, Yevropa o'ylab ketadi, Yevropa tugab ketadi. Mana o'tirib bu ish o'tirib Yevropa o'tirib Amerika tugab ketadi shunday deydi. Biz oldin birinchi qatim suhbatimiz degan. Buni qancha ziyon ko'rsatgan narsa Ukraina jang bilan tugagan chog'da Turkiya bilan Xitoyga ancha ziyon ko'rsatgan. Chunki Turkiyaniki neft gazlarining 50-60% Turkiyaning nimadan kirdi? Rossiyadan kirdi. Xitoyning mashina. Qandaq ham bu yerda neft gazning bahsi yo'q qurilib o'rlab ketsa, ular setib olg'ichi. Rossiya bo'lgan bo'lsa sotqichi. Ular qimmat sotadi. Ular olib aslik bardan qimmat olgandan keyin kimning yanchiqidagi dollar erishga boshlaydi, puli erishga boshlaydi. Turkiya, masalan, Rossiya qatorliqlarniki, masalan, buni o'tirib Yevropani qo'shib qo'yaylik, anda qo's ularnikidan eriydi degan gap. Anda qo's ziyon kimga bo'ldi anda bo'lgan bo'lsa, mencha bo'lgan vaqtimizda Xitoy hokimiyatiga va Turkiya va Yevropa davlatlariga, Yevropaga qanchalik ta'sir bor bilmayman. Hozir bizning Norvegiyadami o'sib ketdi rostdan degan chaqda. Xali o'sdi. Masalan, benzin, dizelning bahsi o'sdi. Ochliq qog'olarning bahsi aslida ko'rinib turibdi. Dunyoning hamma yerida bu o'sishlar bor. Demak, bu yerda Putin efendim xolos gap qaysigan chaqda qiynash uchun bu qancha uzun so'zga vaqtimizda, qardengizga tushib vaqtimizda dunyoning qonaydan oldigan taktik hillari uning ravus bor ekan. Ziyon tortadigan davlat bu yerda o'tirib ko'pincha Xitoyni markaz qilyapti, Xitoyni mo'ljallayapti, masalan Turkiyani mo'ljallayapti. Masalan, bizning siyosat qiziqqan do'stlarimiz birinchi qatim bu vaqtimizda buni ziyon tortadigan Turkiyadagi vaqtimizda nurg'a odamlar nim degan hozir shu bizga agashgan muloyizaga qatnashayotgan leksiyalarimizni anglayotganlar deyotdi, erkinka siz manchilik avval degantingiz ham bugun bu Turkiya o'tirib bizni etkilaydi, bizga ham ta'sir etadi degan gaplarni deyotdi. Shunday amaliyotda reallik ashundoq. Bu yerga siyosatchilar ko'zda oldir doim turvag'ini bu o'tirib Yevropa ziyon tortadi, Yevropa deydigan mavlani nima uchun bunday deydiganini baxshi tushunmayman. Ammo her narsani reallik buncha tahlil qilgan vaqtimizda amaliyot ashundoq dedik. Shu. Ham bu yerdagi xulosning degan vaqtimizda eng xatarli nuqta yana qarindoshlar Qor dengiz masalasi.
Masalan, birinchi jang bo'lish ehtimolligi eng yuqori bo'lgan yer Qor dengiz boy degandek, Putin efendim bu yerni kontrol qilib olgan vaqtimizda bu yerga biz Türkiye hükümeti u yerni boshqarish asosli qilishda Montreux kelishimiga asosan o vaqtimizda qanday qilish kerak? Mesela uzun so'zilgan vaqtida Rossiya armiyasi Qor dengizidan kelib o'tirib, bu yerda Qor dengizdan o Türkiye Rossiyaning qoral yaraqlari, parxutlari, hatto suv osti kemalar u yerda turishga to'g'ri keldi. Menimcha Putin shuni markaz qilib atadi. Uzun to'g'ri vaqtimizda Montreux kelishimiga asosan u yerda uzun turishga bo'lmaydi. Andaqkan bu yerda Türkiye o'tirib bu yerni boshqarish huquqi olgan ekan, bu yerdan chiqib ketdi shunday deydi. Chiqib ketsa Putin kamnomi hilisi bor ekan. O Türkiye'nin qo'shnisi Suriya nachildan bir jang qilgan ekan, u yerga S-400 deydigan boshqarilgan bombalarning hammasini olib qo'ydi yo'q. Bu yerga chiqayotgan muloyizlarda masalan Putinninki Türkiye'ni indek keltirish oson. Chunki u yoqqa o'tirib o'zining S-400 nurg'ulg'an qurol yaraqlarini u yerga olib qo'ydi, askarlarni olib qo'ydi. Hatto harbiy vositadan biyosida o'tirib Türkiye'ga besim ishlatdi. Besim ishlatish orqali Qor dengizida Rossiyaning uzun muddat turishiga majburlaydi deb shunda deydi. Ko'rdinglarmi qarindoshlar? Demak, bu yerda eng kritik xatarlik nuqta biri Qor dengizi. Masalan, jangning chiqish ehtimolligi eng yuqori bo'lgan yer Qor dengizi. Bu mening so'zim emas, jumon qarindoshlar. Mening so'zim emas. Ismida pere dunyodagi Peter Zayhan, George Friedman o'xshash dunyodagi danglik siyosiylarniki devatgan hatto Rossiya taraflaridan, Turkiya taraflaridan masalan rost deydigan siyosiylarning hammasidan devatgan gibi Qor dengizi xatarlik ahvolga tushdi deb shunda deydi. Demek xatarlik ahvol degan vaqtimizda masalan bir bizniki Ruslar o'tirib manda o'tgan ichi o'tirib ko'nikkan taraqqiyot besib qo'ysa bomba portlab ketadigan ekan. Manda uchib boradigan bombalar chiqamasmi Rossiyaniki? Shunda xatarlik ahvolga tushdi shunda dedi. Ikkinchidan eng xatarlik nuqta Janubiy dengiz. Janubiy dengiz masalan jangning chiqishining eng ehtimoli yuqori bo'lgan narsa Janubiy dengiz. Janubiy dengizni bilisizlar, u yerda Vyetnam, Tayvan, Laosdan qatorliq aytavr bilmem 15 ga yaqin davlatlar bor u yerda. Bu rayonning monopoliyini burundan tortib Xitoy u yerni kontrolga olishayotgan. U yerga Amerika, Yevropani hatto Kuvatdan tortib bu yerga o'tirib qarab turayotgan. Masalan, 2 kun avval o'zinglar bordinglar. Masalan, buni o'tirib Xitoy hukumatini o'rnidan tortib o'chirib jangga ochqalaydigan ikki alternativ bor deb o'ylayman mening tushunchimcha. İki alternatif. Bir alternatif hozir olib bor harakat kelib bo'ldi. Energiya bahosining darajadan tashqari o'sib ketishi. O'z sharqlik Xitoyning yanchig'idagi dollarning qurishi. Bu vaqtning o'zida qimmat bahoga energiya, neft falan to'kini setilib manqaloqda Xitoyning yanchig'idagi dollar qurishga boshlaydi. Zavod korxonalarniki bu malning bahosi o'sidi. Çünkü energiyanın ihtiyacı o'sgandan qimmat o'sgandan bu yerda neft gazning bahosi, neftning bahosi o'sgandan bu yerga zavod korxonalarning bahosini tutib olmaydi. Bu o'sishga majbur bo'ldi. Bu Xitoy hokimiyati chiqqancha ziyonliq. Bu mushu nuqtani aziltish uchun yana bir harakat qo'llanishga majburlaydi. Ya'ni ishga qismi chiqqan besim tufaylidan. Mayli korxona bo'lsin, mayli hokimiyat apparatidagi. Bu yerda o'tirib bir energiya manbasi Xitoyniki tashqariga chiqib, boshqalarga jang ochib, qo'rqinchi Xitoylar ichida turib olgan holatni qo'zg'atishning birinchi alternativi energiya masalasi o'rnidan turib ketdi deb o'ylayman. Chunki Putin aqlli qadam. Ikkinchi alternativ qaysi degan vaqtimizda Xitoy hokimiyatiniki Tayvanga tajovuz qilishi, Tayvanga bostirib kirishi. Menimcha Xitoyninki burundan tortib bu Tayvanni biz chuqur olamiz deydiganni hamma insonlarga Xitoyda cho'ng bo'lgan Xitoyniki turayotgan insonlarning hammasining kallasida bor narsa, xabarlarda bor. 3-oyning 1-kuni bo'lish kerak. Biz yaxshi ko'radigan Putin nima? Mike Pompeo efendim Tayvanga ziyoratda bo'ldi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen unga prezidentlik maydoni badida o'tirib xabarlarni ko'ryapmiz. Mike Pompeo efendimmi hozir Twitterlarga ham yozgan do'stlarimiz avatib berdi. Bizning aqlli do'stlarimiz bor, hammani o'tirib men yetib bilamsam ko'rib turadigan, menga avatib berdigan. Shu do'stlarimizdan avatib berishicha, Mike Pompeo efendim Tayvanni mustaqil davlat deb tonish kerak. Buni o'tirib Jonxon menga deb turib tonish kerak degan narsalar o'tirib chiqadi. Tayvanni mesela mustaqil davlat deb turgan vaqtimizda o ish boshqa, o'zinglar bilasizlar. Mesela Uyg'ur davlati qurilsa, Tibet mustaqil bo'lsa, bu yerda kompartiya qoladi degan gap. Bu yerda o'tirib yangi bir hukm chiqadi. Bu yerda Jonxua Mingu, ya'ni Tayvan degan vaqtimizda, unda qolsa Tayvan cho'ng qurolliq hukmronlik qiladi degan narsa chiqadi vaqtimizda. O vaqtimizda Xitoy kommunistik hokimiyatining o'rni qolmaydi degan gap. Bu vaqtimizda Xitoy hukumati, Xitoy kommunistik partiyasi qanday qildi? Xitoy kommunistik
Kommunistik partiyasi vaqtimizda mening tushuncham bo'yicha jur'ati bo'lsa ash Xitoylar o'tirib Tayvanga tajovuz qilishga majbur bo'ldi. Bu vaqtning o'zida endi Amerika, Yevropa davlatlari yondirib o'tirib, endi o'tirib qavadan tushadigan isil bombalar va Amerikaniki, Yevropaniki, Xitoyni o'tirib vaqtimizni joylab qo'yish mumkin. Men shuni o'tgan suhbatimda degan Xitoy bilan yaxshi aloqada bor do'stlar, o'tirib Uyg'urlarni barcha ozdirib ketdinglar, bir qator o'tirib Xitoyni bir ozdirib baqsanglar. Birden kürük dedinglar, birden o'tirib inson huquqi dedinglar, birden an dedinglar, birden man dedinglar, zat kagil olmagandinglar. Bu qatam bo'lsa bir rastchil bo'lgan bo'lsanglar, Xitoyga ishlayotgan bo'lsanglar, Xitoy hokimiyatining endi seni qo'ng'ima o't yoqadigan davrlar kelib qolyapti. Ondan chiq, Tayvanga tajovuz qildi deb bir desanglar da o'tirib, yana deyapman, yana deyman. Oshunda qilaversanglar, mana o'g'il bola. Chiqaringlar Xitoylarni, qo'rqinchoq mehnat Xitoyni o'g'isdan chiqaringlar. Energiyaning bahası o'sib ketdi. Putin dunyoning yerini olaman deydi. Uzoqqa o'tirib O'rta Osiyoga qaytdi. Vaqt kelib qolsa Vyetnamga qaytdi u. Sen vaqtimizda dunyoda cho'ng hukmronlik qilgan bir kuch bo'lolmaysan. Putin apandim hozir Yevro Osiyo zonasida o'tirib Ukraina kontrol qilish, O'rta Osiyo bilan sening Ipak yo'lini to'liq kontrol qilib bo'ldi. Bo'lyapti. Shuning uchun sen darrov o'tirib Tayvanga kirgan. O'tirib bir mashina bir tashviq qilsanglar, desanglar, ash Xitoylar Tayvan kirsa, andan o'tirib bizniki büyük Amerikadan bombalar ustiga o'tirib yog'sa, andan Uyg'ur xalq uchun pal qilgan bir mustaqillik chirg'i yuraydi. Bo'lmasa bu tinch sharoitning o'zida chiqib ketgan Xitoy, chiqib ketgan deyish orqali biz mustaqil bo'la olmaymiz. Bu dünya tarixiga qarasak, birinchi dunyo urushida cho'ng imperiya kuchi qilgan ekan, mustaqil bo'lgan nurg'un davlatlar. Ikkinchi dunyo urushida imperialist kuchlar yig'ilgan ekan, dunyoga cho'ng kuchlar. Nurg'un davlatning ichiga qo'shib olgan. Masalan, birinchi dunyo urushida Osmanlı imperiyasi. Ikkinchi masalan Avstriya, Vengriya imperiyasi qatorliq davlatlarniki imperiyalarning yig'ilishi orqali nurg'un davlatlar nurg'un millatlar mustaqil bo'lgan. Ikkinchi dunyo urushida ayni shu andi. Yani ondan başka 1991 Sovet Pakı'nın parçalanışı idi ama siyasi vaziyet başka qarab ketyapti. Hem bugün oturup bizne mesela Uyg'urni, Tibetni, başkalarını besib olgan bu yerdagi eng chong imperialist kuch Asiyada. Bu Asiyadagi bu kuch Xitoy ashundaq Uyg'uriston chiqmay yetib olgan vaqtimizda biz mustaqil bo'la olmaymiz. Shuning uchun bu go'ylarni o'tirib jangishtirish kerak. Çünkü Xitoy o demokratik elementi bo'lmagan bu Xitoylar sizlar bizga bu mustaqil bo'lib ketsin, mana dunyo bilan jidallashib mustaqil bo'lib yashab ketsin degan gaplarni demaydi. Agar Kompartiyaning oshundoq bir narsaga rahim qildigan Uyg'urmi mustaqil xotirjam yashsin, Tibetmi xotirjam yashsin, mustaqil bo'lib Mong'oliyami mustaqil yashsin, Tayvanmi o'zining ishi bilan yashsin degan bo'lsa, bugun Mike Pompeo apandim ma Twitterlarni otmadi deb tushunaman. Yo'q, mengo yana tirnoq ichida Tayvan da o'tirib bu narsalarni qabul qilish kerak degan narsani otmaydi deb o'ylayman. Demakchi u Twitterni otqinning o'zi dunyo mashunda qabul qilish kerak, endi Kompartiyaning o'rni qolmadi degandan boshqa hech qanday narsa emas, qarindoshlar. Shuni aynan o'tirib qo'yapti. Shuning uchun sizlardan duo qilay ashu Xitoyni bek yaxshi ko'radigan insonlar bo'lsanglar, bu Xitoy Kommunistik partiyasining yildiz qurish qarab turib mo'ngdi. Bu yetib olsa o'tirib mohiyatda o'ziga ziyonliq. Shuning uchun bo'z qolsa bir tilab yurib Tayvanga kirdigan yo'lni qilsanglar, Tayvanga bir tajovuz qilsin. Qarindoshlar, bu eng chong qilgan yaxshi xizmatinglar bo'ldi. Meniki bugun deydigan yerim mana shu. Demak, bu yerda meniki xulosalab degan vaqtimizda qarindoshlar, ikkinchilab dunyoda jang bo'ldigan yana ikkinchi o'rni Janubiy dengiz. Ya'ni Xitoy Tayvanni olaman deb bu yerga bir harakat qildi. Tayvanni o'tirib vaqt qilib qolsa, Amerika, Yevropa bilan birlashib o'tirib ishga quruqlik harakat qildi. Bu mushundoq bo'ldi. Mencha hozirgi masalan Petr Zayxon qatorliq dunyodagi shundoq dunyoning oldida nurg'un narsalarda yaxshi reallik ahvolni yo'ritib turayotgan kishilarning degan chaqda bu Ukraina masalasi hamda bu faqatli bir boshlanish deb shunday deydi. Men eng oxirida deydigan xulos gapim qaysi degan vaqtimizda qarindoshlar. Men bu nuqtaga vaqtimizda Turkiyadagi nayt personga to'xtamaydigan bir turkum ziyonlarning deyotgan so'zni men to'g'rilab turib qarayman. Qaysi degan vaqtimizda qarindoshlar. Bugungi dunyodagi ziddiyat bundan boshlashdan avval men sizlarga deb qo'yaman. Ko'stay bugun söhbatim azroq bir soatga berib qolgan o'xshaydi, to'g'ri tushundim. Qarasanglar bu yerda yaxshilab qarasanglar, de ekonomist deydiganga bizning millatimiz aslo va aslo qiziqmaydi. Ko'rib oldinglar.
Undaq dumbalaq yer şarkı bölüngenimizde yerimi yerimi de Xi Jinping turdu, yerimi de Biden turdu qarindoshlar. Demek bu yerde etken vaktimizde dünya mesela jumbulaq dünya elbette dünya jumbulaq qo'ydi. Jumbulaq dünyanın yerimidan Xi Jinping va yerimidan Biden efendim turdu. De ekonomisinin işlerini mesela Facebook çıkarıp koysam bir adam bir taltı barmak besip koymaydı. Demek qarindoshlar meni to'g'ri tushuninglar. Bu dünyanın işlerini de ekonomist planlamaydı. Dünyadaki akıllı insanlar var. Akıllı insanlar nurgun narsani oldidan planlaydı. Aldıdan muloyiz qildi. Muloyiz qilib insonlarga tashlab berdi shu narsalarni. Bizning millatimizning ichida buni asla qiziqmaydi. Men burundan tortib, 20-30 yildan tortib inglizcha bilmagan vaqtimizda, ekonomistning narsa chiqqan vaqtimizda mushu mindovati deb boshqalardan so'rab yurib o'rgandim. Xudo xolisa hozir shu 45 yoshimga kirgan vaqtimizda ingliz tilini boshlab ekanman. Hozir ravurus tushundigan bo'ldim. Kuning 3 soat, 2 soatdan elib yurib, Afrikadan o'qituvchilarni tepib yurib, Norvegiya kunlik bazı da qimmat bo'lgandan keyin Afrikaga o'tirib bu yerda bir yiliga $200 bersa, ularga bakchang pulkan o'tirib soat so'zlab o'tirib, men ingliz tilini o'rgatyapti. Men Norvegiyaga qarsak pulga to'shib bulanmay. Demak, çoğunum men 45 yoshim kelgancha ingliz o'rganib yurib, mushuncha narsani tushundim. Demak, çoğunum qarindoshlar, madde ekonomisnikida chiqarayotgan narsalar yerimida Xi Jinping ba, yerimida Biden ba. Demak, bu yerda dunyodagi bugun 2022dagi asosli ziddiyat Amerika bilan Amerika bilan Xitoyning ziddiyati degan gap. İşenmanglar o'zinglarning ishi. Ammo men sizlarga deb qo'y, bugungi dunyoda bo'layotgan ziddiyat ben Facebook'umga qo'shib qo'ygan hozirim ko'rsatdim. Amerika dunyoning yerimida bo'lgan bo'lsa, Xitoy yerimiz. Ma dunyoda o'tirib hozir yerim kelib qoldi. Ya o'tirib Xitoy oldi dunyoni, ya o'tirib Amerika oldi ma dunyoni. Bugungi dunyoning ziddiyati shu Amerika bilan Xitoyning o'tirisidagi ziddiyat deb tushunaman. Men buni %100 to'g'ri deb qarayman. Shu sababni aytgan vaqtimizda şu noktamdaki mulayizm bo'yicha aytgan vaqtimizda bugungi dunyodagi ziddiyat Amerika bilan Xitoyning o'tirishki ziddiyat. Andaqdan bu yerda Putin efendim buning ichida yo'q. Nima deymiz? Putin efendim buning ichida bo'lmagandan keyin bu yerda o'tirib ya Amerika xizmat qilayotgan bo'ldi, ya o'tirib Xitoy xizmat qilayotgan bo'ldi. Sizlarga deyman. Mening kes tutadigan yerim bugun Putin efendimning bu yapayotgan bütün harakati ya Xitoyga ya Amerikaga ahirga berib yo'linish ashinaga chiqdi demakchi. Mening bilmishimcha, tushuncham ilohim to'g'ri chiqsin, Putin efendim bu qatim Xitoyni teshik ochish uchun Xitoyning qonidan ilib oldi. Energiya yo'lini qamal qilish jihatida, masalan, qaraymiz. Energiyani o'tirtirib yuqori bag'i o'stirish jihatlarida. Putin efendim Xitoyning qonidan ilib oldi. Xitoy hamda o'rnidan chiqmasa bo'lmaydi deb o'ylayman. Elib oldi. Shu nuqtani aytgan vaqtimizda men mayli dunyodagi bu yerga Putin efendimning qordengizga tushib, hozirgi ter taraqtishish, NATO bilan bo'lib ketgan ishlar qandoq bo'lishidan qat'iy nazar men jang bo'lmaydi deb o'tirman. Masalan, Putin bilan NATO o'tirsida jang bo'lmaydi degan tushunchada. Bu oxirida chugilab kelib, çünkü Amerika Yevropa'ma oturtup Kanada'nın ravurus aldı Putin'inki. Çünkü bu sivil sistemisi iqtisat hem de izlaşın bop qalishini Putin xalamaydı. Men çoğunçaqda Putin en ahirgi berib Amerika tizbikidi. Amerikaga tizbikidi. Ma dünyanın xo'jisi Amerika. Amerikaga tizbikkandan keyin endi o'tirib turib, keling Xitoy. Mening zaminimda ko'zingiz bor, O'rta Osiyoda ko'zingiz bor deb o'tirib, bu qo'shilib o'tirib, endi Xitoyni o'tirib tazir soladi deb o'ylayman. Bu ikkisi birlashib, mencha bu vaqtimiz oxirgi vaqtimiz birlashidi deb o'ylayman. O Putinni mushunaga majburlaydi. Amerika, Yevropa va dunyo mushunaga majburlaydi. Mayli ma'lum mezgil o'tkicha Putin mushunda harakatlarni qilib qilgan taqdirning o'zida. Ma nuqtadan xulosa qildik. Masalan, uzun so'zilgan vaqtning o'zida Putin bu Ukraina uzun so'zilgan vaqtimizda %100 bizga Xitoyga ziyon bo'lgani aniq. Turkiyaga ziyon bo'lgani aniq. Yana xulosalab aytaylik, Amerika bilan to'liq hamkorlashmagan Yevropa yana o'tirib Amerikaning qo'yini qaytib keldi. Bu besim orqali.
Amerika'nın qo'yniga qaytib kelib, anda qolsa dunyoni shuni taltuks biz hal qilaylik. Bo'lmasa dunyo ochlikning ichida qoldi ekan, energiyaning bosi falan po'kinaga chiqdi. Sen Rossiyaga iqtisodiy embargo yurgizgan bilan bu iqtisodiy embargo bizga qaytib kelyapti. Dunyo va qurilish jihatlardan tubdan o'zgarib ketyapti. Qura insonlarga ziyon bo'lyapti. Shuning uchun biz mushu masalani hal qilaylik degan nuqtaga qarab turib, mung'idi deb o'ylayman. Shu vaqtimizda Putin apandimmo anda qolsa Amerika bilan hamkorlashadi, Yevropa bilan Amerika bilan hamkorlashadi. Endi o'tirib, bu yerda turib Xitoyga o'rilib qarab turib, mung'id deb o'ylayman qarindoshlar. Xabaringlarda bor. 2020-yil Xitoy hukumati mana virusni chiqarish orqali dunyoni bir qator qalayimqonchilikning ichiga soldi. Iqtisodiyotga cho'ng ziyonni soldi. Buning da hisoboti bor. iqtisodiy ziyonlarga soldi. Endi ikkinchilab o'tirib Putin apandimni bu yerga jangga ker, deb o'tirib zot o'shkisini o'tirib to'xtam falan to'kona o'tirib mushtaq bo'lgan vaqtimizda Xitoyning ikkinchi qator ilinib qolish bo'ldi bu vaqt. Xitoy ikkinchi qator ilinib qolib anda bo'lgan bo'lsa, virusdan keyin siz mushundoq dunyoni xatarga chiqargan ikkinchi bir jang o'tiribdi, siz sababchi bo'ldingiz deb o'tirib bu vaqtimizda men Amerikaga eng oxirgi kelgan chaqda Rossiyami bo'ysundi, Yevropami uning qo'yini qaytib keldi. Eng oxirida yo'g'ab o'tirib bu ish Xitoyga qarildi, Xitoyga mang'idi deb o'ylayman. Bu vaqtimizda endi Xitoydan anda bo'lgan bo'lsa sizning mushkamga sog'an butun ziyningizni o'tirib anda qolsa to'laysiz. Sizningmi biz qoningizdan epaqayda heliga pasand Xitoylar deb keldig'iniga men %100 ishonaman qarindoshlar. Chunki bu ekonomistning 2022 chiqargan narsasingizda shu. Ben nurg'un munoyizlarning hammalarini ekonomist qasasan, Peter Zeyhan qasasan, Rossiyadagilar qasasan, Turkiyadagilarning bu yoqdan turkligini uchun men anladim. İsmini deb o'ltirmay qarsangiz, hammasi o'tirib bilab Amerika, Yevropa, Xitoy o'tirib Amerikani yasaydi, voy Xitoy o'tirib Yevropani yasaydi, yasaydi. Voy biz degan o'tirib Xitoy bilan birlashib qanda qolib ketamiz. Voy Ipak yo'lda menda qolib ketamiz. Ipak yo'lda menda qolib ketamiz. Biz dunyoni biz boshquramiz deb o'ltirgan hozir qutib o'zgarib ketdi. Ama ben baydadım. Türkiye'nin işidimi? Nayt az bir kısım. Haq deydiğen bu insanların digini ben oturup taşlap koyma. Muşlar mı? Muğşiş göz qarashni o'zida. Yani dünyada Amerika, Yevropa chiqayotgan, Amerika chiqayotgan ismin demay, ularning eng oxirgi ko'z qarashlari asosan mush nuqtada. Xulasi gap bugungi kunning o'zida dunyodagi asosli ziddiyat qarindoshlar Amerika bilan Xitoy o'tirishga ziddiyat. Ya Xitoy elish kerak. Dunyoni Amerika yo'qish kerak, dunyoning hegemonik kuchli dunyoga cho'nchiq dunyoni boshqarish kuchini yo'q o'tirib Amerikani uni elish kerak. Shu nuqtadan qarashib Putin apandimni epparvatgan ishi garchi bu mayli qaysi nuqtadan bo'lgan bo'lsin, eng oxirgi berib, cho'gilab berib, ma Yevropa Amerika bilan hamkorlashmagan Yevropa Amerikaning qo'yini qaytib keldi. Putin apandimi Amerika o'tirib qaytib keldi. Bu orqali cho'gilab berib, dunyoga ziyon solgan mayli virus jihatlardan, mayli urushning shunday boshlanishini orzu qilish jihatlardan bo'lsin, Xitoy qarab turib mang'id deb o'ylayman. Menimcha bu vaqtimizda Xitoy hukumatı Putinga yalvagan. Sabab nima degan vaqtimizda, masalan Putin apandim bugun her türlü şeytani fikir boyunca mesela Yevropa bilan jang qilib ketgan vaqtimizda o'ylab qo'yinglar. Rossiya dunyodagi birinchi, Rossiya bir kuch, Yevropa, NATO bir kuch, Amerika bir kuch. Hindistonni hisoblamagan vaqtimizda bir kuch, dunyodagi cho'ng kuch. O'ylab qo'yinglar qarindoshlar. Masalan, NATO bilan Rossiya so'qashgan vaqtimizda ikkisi jang qilgansa, buni Amerika va kimga ziyon? Beka o'tirgan Xitoyga ziyon. Xitoyga foyda. Ziyon emas, Xitoyga ancha foyda bo'ladi. Menimcha bu vaqtda Xitoy hukumatı mushu Rossiya bilan NATOni jangga kirgizib qo'yib, ajizlashgan vaqtning o'zida men darrov o'tirib vaqtimizda Tayvanga kiraman. Bu ikkisi o'tirib atom bilan bir-birini toz urardim, Tayvan kirib o'tirib, endi men uchisini to'pi kirmaydigan bu buyuk Xitoyning pasandi plani men %100 men ashunda deb o'ylayman. Shu sababdan bugungi kunda Putin hokimiyati o'ziniki Ruslar shundaq, men Ruslar bilan yaxshi aralashman. Bular o'tirib ishchi bo'lgan vaqtimizda sizlar o'tirib boshqacha odam bo'lar. Odatlik vaqtida bek yumshoq odamlar o'tirib ishchi bo'lgan vaqtimizda boshqacha odamlar. Men uchun ishimda bor. Biz birga ishlaymiz ular bilan. Men o Sovet Baqidan tug'an, Sovetskiy Soyuzda, Rossiyadan tug'an, Moskvadan bo'lgan, O'rta Osiyoning hamdardligi men nayt yaxshi taniyman Ruslarni. Demak bu o'rislar o'tirib bir qator o'zidan qo'zg'alib chiqqan vaqtimizda boshqa odam. Ammo bu yerda Yevropaninki
Ukraynada NATO'nun Ukraynada biz tekrar oturup cengi kirmaymiz, biz cengi kirmaymiz, Rusya bilan cengi kirmaymiz deganning o'zida men ashundoq deb tushunaman. Bo'lmaydi. Biz Rusya har qanday xatolik qilgan bo'lsa-mu, bu vaqtimizda Ukraynada NATO bilan ishimiz cengi kirib qolsak, bu vaqtimizda Xitoy oturup dunyoni oladi. Xitoy bizning ustimizga keladi. Shuning uchun Rossiya hokimiyati har qanday xatolikni qilgan taqdirdami, Ukraina xalqi ziyonni tortayotgan bo'lsa-mu, ammo biz yiroq turib turaylik. Bu ishimiz kirib kelsak, yo'da Xitoyni oladi, Xitoy bizni oladi degan nuqta bilan men Ukrainada NATO jangga kirmadi deb tushunaman. Ham NATOning qilgani to'g'ri deb o'ylayman. Hozir men Turkiyaning matbuotida qarasanglar, o bizning Uyg'urlarimiz ko'rayotgan insonlar qartaqdim. Qog'oshga boshildi hammasi o'tib. Ko'rdimmi? Ukrainani yoqib, Ukraina tugadi. Jangga boshlab qo'ygan ashular. Jangning ichiga kirib qo'ygan Yevropalar, Amerika. Voy o'tirib hozir degan Ukrainani aniq qilsa, mana qilsa o'tirib. Mana ko'rdimmi? Men inson huquqi falan to'kon degan bu Yevropa, Amerika o'tirib mana hech qanday ish qilmadi. Sening millating uchun hech qanday ish qilmaydi deb o'tirib hozir bu Xitoyning g'olchilari yayrab ketdi qarindoshlar. Siyosatni siyosat nuqtasidan muloyiz qilib beqinglar. Haqiqatan Rossiya bilan NATO jang kirgan vaqtimizda kimga foyda? Xitoyga foyda. Shuning uchun men bu yerda albatta Ukrainada bo'lgan ishki urush, bu jidal majrani urushda begunoh insonlar o'lyapti. Buni hech qachon to'g'ri deb qarmayman. Ammo Xitoy bilan Rossiya bilan NATO mesela jang kirgan vaqtimizda bu yerda ustunlikni Xitoy qozondi. Shuning uchun bu yerda Ukrainaniki, NATOniki qilayotgan ishini men to'g'ri deb o'ylayman. Mencha o'rislarni chuglab kelib o'tirib, ziyonning qayerdan kelayotganini Yevropa davlatlari taniydi, Rossiya mo taniydi, eng oxirida o'tirib Amerikaga bosh qo'ydi, buni o'tirib Xitoyga chuglab qaytdi deb o'ylayman qarindoshlar. Meniki bugun asosliq bu vaqtda berilgan tushuncham shu. Eng oxirida sizlarga 5 minut deb qo'yay qarindoshlarimiz, tavsiya sifatida deb qo'yay. WhatsApp toplarda bo'lsin, ham yerda bo'lsin, to'xtamay o'tirib ash turkning narslarini yo'llayishlar. Men buni tushunmasizlarniki. Chunki Uyg'ur tili bilan turk tili yaqin bo'lgandan keyin nayt oson tushunadigan har odam bir informatsion uchurga muhtoj. Bu sababdan Turkiyaniki xabarlarni yo'llab mushnagaslar qilsizlar, qarindoshlar. Men qaranglar, biz bir narsani o'tirib bir-birimizga yetkazishga to'g'ri uchur, to'g'ri manbani yetkazaylik. Men Türkiye'de yazıvatkan insanlarınki köpünçilerinin hiç qaysinikini men hammasini o'tirib xato demoqchi emasman. Ammo köpünçiler qarsanlar bu qarindoshlarimizni Uyg'urlarga o'xshashli hissiyatchan ekan nurg'unlari. Hatto bizdimi Turklar bek hissiyatchan ekan dedim. Voy chiqib bo'g'ich bir ishning kayni mulohaza qilmay o'tirib Yevropa yiqildi, Amerika yiqildi. Men 3-4 yildan beri sanglayotgan nurg'un mulohazachilarining gapini ismini demay Aşlarınkini hammasini çünkü bir xabarning manbasini to'g'irlash uchun men turkchini anglayman, ruschini anglayman, norvegchini anglayman, norvegcha, inglizchini anglayman, anglab nima deyotdi ma dunyoda o'tirib selishtirmay qarindoshlar. Qarsak bu Turkiyadagi qarindoshlarimiz qanday degan vaqtimizda to'xtamay o'tirib Amerika Yevropa yiqiladi, Amerika yiqiladi, Xitoy o'tirib Yevropani oladi, Amerikani oladi. Shuni tashviqot qilayotgan yeri. Bularniki bu rayon ularning qilayotgani o'zining tashviqoti mediasi. Ammo biz bularga erishib o'tirib, biz menimizni juvatsak bo'lmaydi. Chunki u Turkiya bugun Anadolu rayonida bularning asosli problem ziddiyatlari Yevropa bilan bo'lib kelgan. Albatta ular Turkiya bu turayotganlari Yevropa davlatlari inson huquq masalasi bo'lsin, qaysi jihatda bo'lsa ichki qismidagi kortlarni qo'llagan deb qaraydi. Qo'llaganlik uchun bular o'tirib xuddi Xitoyga o'xshash Yevropa davlatlari bizning ichki ishimizga aralashdi, Amerika bizning ichki ishimizga aralashdi deb o'tirib, shuning bilan bu media tashviqotlarining odatdagi media tashviqotlari ko'pincha 95% media tashviqotlarining hammasi bu o'tirib Amerika Yevropani dushman, yengildi. Chunki orzusi ularning yengilib ketgan, cho'kib ketgan deydigan bu tashviqotlar bilan ashnaqsini epirayotgan gap. Shuning uchun biz buni tashviqotli epas baraversin. Biz buni reallik buni tushunaylik. Reallik buni tushunib tadqiq qilsak biz to'g'risini topa olamiz. Men o'tirib Turkiyanikini ko'rmay demoqchi emasman. Ammo ashning ichidami reallikni tadqiq qilayotgan turkning muloyizchilari bor. Men boya dedim ya o'tirib mening ko'z qarshimda ashlarning o'xshash chiqyapti. Degan yerim shu. Masalan, Amerika Peter Zayhanning deganlar o'xshash chiqyapti. Chunki bu narsa oxir cho'lab berib Xitoy qaytadigan qildi degan nuqtamiz shu. Ammo 90% insonlarniki uningda men qaraqlarning hammasi
arzusu bo'yicha Yevropa yiqilsa, Amerika yiqilsa, ammo o'ziga kelayotgan Xitoyning naqadar zaharli dushman ekanligini buni o'tirib bilib tashviq qilyapti, bilmay tashviq qilyapti. Men uni tushunmayman. Ama axırga berib bularning hissiyoti o'zining arzusi bo'yicha shunday bo'lib ketgan deb shunday. Bu yerda ko'rdinglar, ana bizning Xitoy bizning davlatimizni Xitoy besib olgan. Xitoy o'tirib qanday qiladi? Xitoyning butun deydigan yeri qaysi? Amerika, Yevropa dushman bizga. Amerika, Yevropa dushman. Amerika xatarlik, Yevropa xatarlik degan gapni to'xtamas tashviq qiladi. Hozir Turkiyaga qarasangmi, Amerika, Yevropa ikkisi shunday. İkisinin ortaklığı bağ bu noktadan. Bunu reallik deb düşünüşümüz gerek. Çünkü Xitoyning mesela Uyg'urlarni besib olgan, bütün besib olgan degan navad ularni qo'llab qilib qolgan vaqtda bizning hokimiyatimiz cho'kidi deb o'tirib bizga 362 mingimizni yub kelgan Amerika, Yevropa dushman degan. Turkiyaning ayni ahvolda Kurdlarning masalasi tufayli veya ki oppositionda mesela hakimiyetiga qarshi chiqib mesela siyasi o'zgarishlar to'liq bo'ldigan yakandi. Ashundaqlar turmada yetayotganlar bo'lsin, mushu tufayli g'arb dunyosi ayblagandan keyin bular to'xtamay o'tirib Amerika, Yevropa xuddi Xitoy o'xshash ayblashga kelib bordik. Andaq bo'lgandan keyin xulosa gap, mushundaq maslakaga vaqtinglarni isrof qilmay, ashlanchani to'g'ri so'zlayotgan insonlarning gaplarini yaxshi anglab, to'g'ri muloyiz qilib, men minglarni o'tirib Xitoyga o'xshash o'tirib juvatmanglar qarindoshlar. Bo'lamda. Mening kisöptüm müşabici bolsun qarindoshlar, 1 soat bo'lib qopti. Men vaqtinglarni jiq olmay, xato so'zlab qo'ygan bo'lsam, kechirsizlar. Kelgusida jang bo'ladigan ehtimol bo'lgan eng ehtimolga yuqori bo'lgan biri Qardemiz, ikkinchisi Janubiy dengiz qarindoshlar. Ko'rishib aman bo'laylik.